Baliqchiga ukalar, mana qo'limizga kelganmiz. Bu 30 sotix qo'limiz. Kislorodini o'lchagani kelganmiz. Aksimetrimizda kislorod qachon o'lchanadi? Aslida kech payt va ertalab. Sababi quyosh bo'lmaydi, fotosintez yo'q bo'lgani hisobiga kislorod pasayadi va baliqlar qiynalishni boshlaydi. Ertalabga yaqin, misol kech payt bilan qiynalib, o'sha ertalabga yaqin baliqlar o'lishni boshlaydi. O'shaning uchun har doim kislorod miqdorini, suvdagi kislorod miqdorini tekshirib yurish kerak. Hozir tekshirishga kelganmiz. Boshqa qo'llarimizni ham shunaqa tekshirib o'tamiz. Mana tashladik. Tak, ozgina kutamiz. Bir 10 sekund kutamiz. Hozir kislorod yaxshi bo'ladi, sababi baliqlarimiz kichkina, hali yem ko'p berilmaydi. O'shaning hisobiga kislorod balandroq bo'ladi, lekin havo ham uncha issiq emas. 7.6. 7.6, saturatsiya 91. 7.6 bu normal, o'rtacha. Eng pasti minimalkasi 6 da. 6 dan pastga tushib ketsa baliqlarning ishtahasi bo'lmaydi. Keyin yana bitta narsa, uje baliqlar qiynalishni boshlab o'sishdan sekinlashadi, ovqat hazm qilishi yomonlashadi. O'shaning sababiga shuning uchun har doim kislorodni o'lchab borish kerak. Suvdagi kislorod juda muhim narsa bu. Sababi shuncha yem berasiz, baliqning ishtahasi bo'lmasligi mumkin. Sababini bilmasdan nima desam bo'ladi? Ohaklab yoki suvni dezinfeksiya qilasiz, lekin siz xohlagan rezultatni bermasligi mumkin. O'shaning uchun eng muhim narsa kislorodni o'lchab yurib, har doim o'z uchun bilib olasiz-da, suvingiz holati qanaqaligini. Misol bu yerda gradusni ham ko'rsatadi. Balig'iga, misol sazan balig'iga 26 gradus eng zo'r deb hisoblanadi. U iliq suvda yashaydigan baliq turiga kiradi. O'shaning uchun har doim o'lchab yurish kerak.